Pechenkalarim Dubayga kelganimizdan beri odamlarni aylantiring, bog'dan yuting deb uzoqdagi milliy taomlarga bormadik va faqatgina fast food, suxi fruktalar yedik. Bundan tashqari o'zim ham ozgina vес olganimni his qilyapman. Odamlar bo'lsa, sadoqatni aytgan dietasidan chiqib ketmay, semirib ketmay deb bizda fast food yegani kirsak ham, bilasizlar, yonma-yon kafelar bor, mollarning ichida. Qani qaysi birida salat bor ekan, salatini yeyman deb kecha kelganlardan beri bir marta videodagi shashlikni yedilar. Ko'pchilik yozyapti, "Adiz zo'r ozibdilar" deb. Menga ham yozishgan, zo'r ozibsiz deb, balki ozgandirman, balki o'shadirman, lekin fast food yeyishdan qo'rqmadim. Nimaga desanglar, sadoqatda уже ertaga boshlanadigan qorin ketqizish marafoni bilan ozdiradigan marafoniga уже start beradilar. Kim men bilan hayitda semirgan bo'lsanglar, birga ozmoqchi bo'lsa